Buyraklaringiz uchun eng xavfli ichimlik nima deb o'ylaysiz? Yo'q, bu alkogol yoki oddiy shirin limonad emas. Bu narsa hozir ham sizning muzlatkichingizda turgan bo'lishi mumkin. U buyraklaringizni spirtli ichimliklardan ham tezroq yo'q qiladi. Oziq-ovqat sanoati esa sizni buni mutlaqo zararsiz deb o'ylashga majbur qildi. Bu ichimlik oddiy oshxonada emas, laboratoriyalarda yaratiladi. Tarkibidagi yuqori fruktozali makkajo'xori siropi, sun'iy shirinlashtiruvchilar va sun'iy kofein buyraklarni o'ta og'ir rejimda ishlashga majbur qiladi. Bu esa qon bosimini oshirib, organizmni suvsizlantiradi. Eng yomoni, ularning tarkibidagi natriy benzoat plastik ishlab chiqarishda ishlatiladigan benzol birikmasini hosil qilishi mumkin. Buyraklaringiz bu zahar bilan birinchi bo'lib kurashadi. Gap nima haqida ketayotganini tushundingizmi? Ha, men energetik ichimliklar haqida gapiryapman. Ular sizga energiya bermaydi, shunchaki tanangizdan energiyani qarzga oladi. Charchoq signallarini to'sib, asab tizimingizni yakson qiladi. Buyraklaringiz esa doimiy stressda qoladi.